Ko'pchilikka yoqadigan va olishni xohlaydigan kiyim, ya'ni qora akula bo'ladi. Shu kiyimni men tekinga oldim desam ishonasizmi? Unday bo'lsa videomizni oxirigacha ko'ring. Men sizga olishni ko'rsataman. Siz esa menga bir donagina obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tez kunda 2000 ta bo'lamiz. 2000 ta bo'lishimizga podдержка qilasiz degan umiddaman. Bu kiyim tekinga olish imkoni bormi desangiz, albatta yo'q. Hozir men ko'rsatadigan yo'llar aniq sizga foydasiga. Videomizga bitta like bosib, kuzatishda davom eting. Qani ketdik unda. Birinchi bo'lib men bu yerda bor budimni sotdim, PUBG'da yig'ib tergan hamma narsamni sotdim va ikkitagina kristalni bu yerdan oldim. 59 ta tangam yig'ilib qolgan ekan. Bunga ham kirdimdagi 5 ta kuponni sotib oldim. Hozir videoda 3 tasi ko'rinib qoldi. Qolgan ikkitasini boshqa vaqtda sotib olgandim. Obshe 5 ta bo'ldi. Keyin esa bu yerdan ham sotib oldim bir donagina. Shu hisobda bizda 4 ta kristal va 19 ta kuponni yig'ilib qolgan ekan. Shunda ham yetmadi. Baxtimga ajoyib qaytarma degan sabitiyamiz qo'shilib qoldi va u yerda 2 ta kristal olish niyatida erpachko sotib oldim va missiyalarni tez bajarib yana ko'proq sotib olishga to'g'ri keldi va shunaqangi qilib 2 ta kristalni ham va nihoyat oldim bu yerda. Agarda sizga UC xizmati bilan zaxiravatli kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. U yerda skidka narxlarda ikkalasini ham qilib beramiz. Videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib ketish esdan chiqmasin, qaysi kiyim sizga yoqishini.